Endi iskovsan. Mana uni taqib ol. So'tak. Salom berdik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Farzid Kay. Bugungi videoda Hayvonlar shahri multfilmi haqida qiziqarli faktlarni bilib olasiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Hayvonlar shahri multfilmi Walt Disneyning yubiley 55-multfilmi bo'lgan. Disney studiyasining so'nggi texnologiyalari rejissyorlarga kiyimlar ostidagi tuklarni tartibga solishga imkon berdi. Kiyimlar tuklar ustida bemalol joylashardi. Oldinlari bu alohida qo'lda qilingan, xuddi Walt multfilmidagi kabi. Bunday texnologiya Zootopia kabi katta multfilmni haddan ziyod qiyinlashtirib yuborardi. Rassomlar ish jarayonida quyonlarning tepa lablari ikkiga bo'linganini payqashdi, lekin Judy ustida ishlash chog'ida bu detaldan voz kechilgan. Multfilm uchun ko'plab hayvonlarni o'rganish chog'ida ijodkorlar mo'ynali va terili hayvonlar bir-biridan ajralib turishini xohlashdi. Masalan, oq ayiqning terisi ranglarni qaytaradi, xuddi haqiqiy mo'ynadek. Tulkining terisi to'q jigar rang, quloqlari va oyoqlari oq-qora rangda. Rassomlar Zootopia aholisi haqiqiydek ko'rinishi uchun eng mayda detallarga ham e'tibor berishgan. Hayvonlar shahrida hayvonlarning 64 xil turi yashaydi. Ijodkorlar shahar merining kotibasi qo'yni yaratishda Disneyning eski multfilmlaridan ilhomlanishgan. Make Mine Music va Melody Time bu qahramon uchun 6 xil kiyim tayyorlangan. Shahar meri Sher Leodoro Zlatogorevni yaratishda rassomlar Mufassaning ko'rinishini ijaraga olishgan. Asosiy qahramon Nick Wildening prototipi Robin Hood 73-yildagi Disney multfilmidagi qahramon. Qahramonlar shahri multfilmida Nick Wilde'ga belgi bor. Hani Lamening telefon chexoli tulki ko'rinishida. Multfilm boshdan oyoq belgi va ishoralarga to'la edi. Masalan, qaroqchi disklarni sotadigan sotuvchi bilan bog'liq sahnada Disneyning oldingi multfilmlariga belgilarni ko'rish mumkin. Laboratoriyadagi sahna esa Mashaqqatlar sari serialiga belgi. Film ilk bor 2013-yil 10-avgustda D23 Expo ko'rgazmasida e'lon qilingan va 2016-yil mart oyida chiqarilishi rejalashtirilgan edi. Multfilm rejissyori Jon Lasseter edi. O'sha mashinalar va o'yinchoqlar tarixi kabi shedevrlarni taqdim etgan rejissyor. Hayvonlar haqida ma'lumot to'plash uchun ijodkorlar avval Florida shtatining Bay Lake shahridagi Walt Disney World dam olish maskanida joylashgan Disney's Animal Kingdom tematik parkiga tashrif buyurishdi. U yerda zoologiya mutaxassislari namoyish etilgan hayvonlar haqida batafsil ma'lumot berishgan. Albatta, ishlar parkda to'xtab qolmadi va Jon Lasseter hayvonlar dunyosiga to'liq sho'ng'ish uchun Afrikaga, xususan Keniyaga jamoa yubordi. Ular u yerda 8 oy davomida hayvonlarning harakatlari, ularning mo'ynalarini o'rganishdi. Albatta, yovvoyi hayvonlarga uzoqdan yaqinlashishga to'g'ri kelgan. Rejissyorlardan biri Jared Bushning so'zlariga ko'ra, bir kuni kechqurun ular leopardning yovvoyi cho'chqani yeyotganini ko'rishgan. Jared eslaganidek, leopard ularga yuzi qonga belangan holda qaraganda dahshatli edi. Bu qo'rquv multfilm syujetining asosini tashkil etgan. Zootopiyadagi yirtqichlar nima ish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ular baliq, o'simliklar va hasharotlarning oqsili bilan oziqlanadi. Tabiiyki, shahar binolari haqiqiy shaharlarning arxitekturasi va logistikasiga asoslangan edi. San Fransisko, Parij, Barselona, Pekin, London va Las Vegas ijodkorlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qildi. Kichkina kemiruvchilar shaharchasini ko'rsatish uchun animatorlar hamsterni olib uni miniatyura shaharchasiga joylashtirdilar. U yerda nima qilishini va u yerda qanday ko'rinishini videoga olish va kuzatish uchun. Judyga Jennifer Goodwin ovoz bergan. Shu bilan birga Drew Barrymore, Katie Sagal, Elizabeth Banks, Cameron Diaz, Emma Stone va Scarlett Johansson bu rol uchun ko'rib chiqilgan. O'zbekcha dublyajda Judyga Nargiza Mirzayeva ovoz bergan. Nick Wilde'ga Jason Bateman ovoz bergan. Seth Rogen, Chris Pratt, Jon Hamm, Bruce Willis, Matt Damon va Paul Rudd ham bu rolga nomzod bo'lishgan. O'zbekcha dublyajda esa Nickga Elbek Mirzohidov ovoz bergan. Judyning qiziqarli binafsha ko'z rangi bor. Animatorlar Judyning kulrang mo'ynali kiyimlari bosh qahramon uchun zerikarli ko'rinadi deb qaror qilishdi. Shuning uchun ular uning energiyasi va chaqqonligini ko'rsatish uchun g'ayrioddiy ko'z rangini qo'shdi. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.